Bu videoda shoshib o'tkazayotganingiz singari sirat ko'priklardan shoshib o'tib keting. Sizning zurriyotingizdan Baytullohda imomlari chiqsin. Yo'q deganda Baytullohda imomlar chiqsin. Do'stim, qarang, siz arab alifbosini o'qishda xohlaysiz, lekin o'qishda bilmaysiz. Lekin Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz qalbingizni tinch qo'ymayapti. Qur'on o'qishda xohlaysizmi? Endilikda Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. E'tibor beringlar, bu avval 14,5 paradan iborat edi. Endilikda 30 para to'liq holatda qilingan. Ya'ni bir tomoni kiril alifbosida, ikkinchi tomoni arab alifbosida. Hattoki o'qish tajvid qoidalari ham, mana o'qish qoidalari ham alohida yozilgan. Bu degani adashmasdan mutolaa qilsangiz bo'ladi. Kitobimiz 30 paradan iborat. Varaqlariga ham alohida e'tibor berishingizni qarataman, sababi varaqlari ham Madina Qur'onga ishlatiladigan varaqlarga o'xshagandan foydalangan. Bu degani yosh katta insonlarning ko'z nurlarini toldirmaydi. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun, siz uchun yuzi nurli birodarim, Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Kitobimizni faqat Rossiya bo'ylab yetkazib beramiz. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalama.